Obodlik bor joyda baraka bor. Xalqimiz azaldan ushbu hikmatlarga amal qilib keladi. Bugun Kasbi tumanida amalga oshirilayotgan obodonlashtirish ishlari, tomorqachilikni rivojlantirish, ko'kalamzorlashtirish, aholini bir maqsad yo'lida jipslashtirishga qaratilgan ezgu tashabbuslar har bir xonadon, har bir ko'cha va har bir inson hayotida o'z aksini topmoqda. Bugun tumandagi Xo'jag'ayron mahallasida amalga oshirilayotgan barcha ishlar zamirida mahalla fuqarolar yig'ini yettiligi, faol nuroniylar va mehnatkash aholining birdamligi mujassam. Mahalla yettiligi nafaqat tashkiliy ishlar bilan shug'ullanmoqda, balki har bir xonadon bilan muloqot qilib, aholini obodonlashtirish, tomorqadan samarali foydalanish, daraxt ekish, atrof muhitni asrash, yoshlarni mehnatga jalb etish kabi masalalarda tashabbuskor bo'lib kelmoqda. Nuroniylar esa o'zlarining hayotiy tajribasi, duosi va maslahatlari bilan bu xayrli ishlarga ruh bag'ishlamoqda. Har bir ko'chaga mahalla yettiligi va nuroniylar biriktirilgani esa ishlar samaradorligini yanada oshirmoqda. 2026-2027 o'quv yiliga maktabimizni obodonlashtirib olib bormoqdamiz. Maktabimizga 1-sinfga 86 o'quvchi qabul qilyapmiz. Jami o'quvchi sonimiz 814 o'quvchi maktabimizda ta'lim-tarbiya olib kelmoqda. Maktabimizga gullar ekilgan, daraxtlar ekilgan, daraxtlarni oqlashdan olib boryapmiz. Yashil makon bo'yicha loyihalar olib boryapmiz. Nasib bo'lsa, yangi o'quv yilini yaxshi kutib olib, o'quvchilarimizni bilimli, ilmli qilib, vatanimizga yaxshi kadrlar tayyorlab berish niyatidamiz. Xo'jag'ayron mahallasida 6550 nafar aholi istiqomat qiladi. Mahalladagi 14 ta ko'chada obodonlashtirish ishlari muntazam olib borilmoqda. Ariqlar tozalanib, yo'l yoqalari tartibga keltirilmoqda. Devorlar oqlanib, begona o'tlardan tozalash ishlari amalga oshirilmoqda. 2025-yildan buyon mahalla raisi Ahmadali Asrorov rahbarligidagi mahalla yettiligi va faollari ishtirokida keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi. Har hafta tashkil etiladigan umumxalq hasharlarda nuroniylar, yoshlar, xotin-qizlar va faol fuqarolar yelkama-yelka mehnat qilib kelmoqda. Bu esa mahallada hamjihatlik muhitini yanada mustahkamlanayotganidan dalolat beradi. Xo'jag'ayron mahallasida 80% yo'llarimiz asfaltlashgan, beton qoplama bilan qoplangan. Har bitta xonadonimizga muhtaram prezidentimizni mahalla boshqarma samaralarini tashkil etishga oid qo'shimcha tadbirlar to'g'risidagi farmonlari ijrosini ta'minlash uchun har bitta xonadonda, har bitta ko'chada obodonchilik hashar ishlarini olib boramiz. Hashar davomida xonadonlarimizga poliz mahsulotlarni, oziqobop mahsul ekinlarni ektiramiz. Xo'jag'ayron mahallasi yashil mahalla toifasiga kiradi. Kambag'allik darajasi, ishsizlik darajasi 1.8% tashkil qiladi. Kambag'allik va ishsizlik darajasini 1% ga yetkazish uchun mahalla yettiligi bilan hamkorlikda kichik biznesni rivojlantirish, oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha chora-tadbirlar belgilab olganmiz. Mana shu jinoyatchilikdan, ishsizlikdan, kambag'allikdan xoli hududga aylantirish uchun barcha choralarni ko'ramiz. Hozirgi holatda nuroniylar, mana juda katta yoshlarimiz, nuroniylar, mahalla faollari hamkorlikda ishlar tashkil qilingan. Obodyurt mahallasida 4204 nafar aholi, 715 ta xonadon mavjud. Mahalladagi 15 ta ko'chaning qariyb 80% asfaltlangan. Jami 19 kilometr ichki yo'lning 16 kilometriga asfalt yotqizilib, aholi uchun qulay shart-sharoitlar yaratildi. Bu mahallada tomorqachilik va tadbirkorlikni rivojlantirishga ham katta e'tibor qaratilmoqda. Ko'chalarimiz hamma joyga daraxtlar ekildi. Bundan yana ekib boryapmiz. Xonadonlarga ekilyapti, daraxtlar, ko'chatlari. Har bir xonadonni o'ziga kirib, yettiligimiz bilan birgalikda kirib chiqib, o'zini obodonligi, tozaligini, hovlisini, o'shoq tandirigacha hammasi oqlangan, daraxtlarni oqlash ishlarini olib boryapmiz. Driverimiz ko'pincha chorvachilik bilan, dehqonchilik bilan, mana xonadonlarda dehqonchilik qilishadi. Oqova suv ham keladi. Shu bilan birgalikda artizan quduqlarimiz ham bor. Bulardan ham foydalanishib, shu ko'kalamzorlashtirish ishlarimiz, hamma xonadonimizni yashnashi, xonadondagi bo'ladigan pomidor, qovun tarvuzi, balgaris, baqlajon deymiz, bular hammasi mana shu o'zini mehnatidan xonadonga yetishib, o'zlaridan ziyodisini sotyapti. Shu bilan birgalikda bizning mahallamizda 3 ta asalarichilik bilan shug'ullanadigan xonadonlarimiz bor. Hozir ishsiz degan odam yo'q desak ham bo'ladi. Yil boshida 28 ta edi. Buni hammasini ish bilan ta'minladik. Mana hozir yangi mehnat bozoriga kirib keladigan yoshlarimiz bor. Oliy ta'limni bitirib keladi 4 ta, buni ish bilan ta'minladik. Maktab o'quvchilari 37 ta kirib kelyapti. Bulardan hozir bir 27 tasi o'qishga kirish undog'asida grantlar olishgan. Qolganlarni mana ish bilan ta'minlab, hozir bandligini ta'minladik. Kambag'allik oyining darajamiz yil boshida 5.4 edi. Hozir 2.1 ga tushdik.
yana hozir yil oxirigacha yana shuni kamaytiramiz degan harakatda qilib, bandligini ta'minlab, hokim yordamchisi tomonidan, ijtimoiy xodimimiz tomonidan beriladigan, xotin-qizlar tomonidan beriladigan yordamlarni berib, bularni bandligini ta'minlash, shu kambag'alchiligini qisqartirish, ishsizligini kamaytirish uchun mana shu 7 tilimiz bilan birgalikda hamjihatlik bilan ishni olib boryapmiz. Ko'pincha bizda hozir xotin-qizlarimiz mavsumiy ish paxta. Mana chekkankalar boshlagan, boshqa ishlar bor bu bilan. Yigitlarimiz o'zi mana firmalar bor, qurilish firmalari yo bo'lmasa aholi xonadonlarida ko'pisi mavsumiy ish bilan band. Mahallada o'z tomorqasini gullatib qo'ygan usta dehqonlar ko'pchilikni tashkil etadi. Ulardan biri Shokirjon Sevarov o'z xonadonida limonchilikni rivojlantirish bilan bir qatorda 100 quttidan ziyod asallarni parvarishlab, asal yetishtirish orqali oilasi farovonligiga munosib hissa qo'shmoqda. Uning mehnatsevarligi mahalla yoshlari uchun ibrat maktabiga aylangan. Tomorqamiz mana bir so'tdik. Shunga limonari qilganmiz. Shu yerda 30 dan ziyod ko'chat bor. Shundan 20 talari hosilga kirgan. 200 kilo 300 kilo hosil olamiz har yili. Undan tashqari asalarchilik, parrandachilik bor, chorvachilik bilan, shular bilan shug'ullanamiz. Hamma meva o'zimizdan chiqadi. Asalari bor. Asalardan ham hech bo'lmasa 1 tonna asal olinadi yiliga. Mehnat qilsangiz har bitta narsani rohatini ko'rasiz. Bundan tashqari Jizza mahallasida ham obodonlashtirish oyligi doirasida muntazam hasharlar tashkil etilmoqda. Hududdagi 12 ta ko'cha 14 nafar faol nuroniyga biriktirilgan. Ular tashabbusi bilan ariqlar, yo'l atroflari va jamoat joylari tozalanmoqda. Tomorqachilikni rivojlantirish, ozodalik va ko'kalamzorlashtirish ishlariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Mazkur mahallada istiqomat qiluvchi Karimbobo Choriyevning xonadoni esa haqiqiy gullar olamini eslatadi. U 20 xildan ziyod xrizantima va boshqa manzarali gullarni parvarishlab, 500 tipdan ortiq gul ko'chatlarini yetishtirmoqda. Gulchilik bilan bir qatorda xonadonda 50 bosh mayda shoxli chorva ham parvarishlanmoqda. Bu xonadon mehnat va fayz uyg'unlashgan maskanga aylangan desak mubolag'a bo'lmaydi. Gulchilik bilan shug'ullanadi farzandlarimiz. Biz faqat mana shu mehnatini qilamiz. O'rtacha 20-25 million daromad olamiz. Bir tub xrizantema gulini ko'chat olib kelamizda, keyin ekib sentyabrda oxiri, oktyabr boshida hammasi gullab tayyor bo'ladi va bir to'pini shu o'rtacha 45-50 ming, 40 ming atrofida sotib, bir yilda 25 million undan ziyod daromad qilamiz. 5 yil, 4 yillar bo'ldi shug'ullanayotganimizga. Palma guli bor, xrizantema guli bor, atir gul bor, ana bunaqa gullar bor. Xullas, xili ko'p. Kelinim shug'ullanadi. Ko'proq biz faqat shu xizmat qilamiz, mana sug'orish, parvarish qilishlarga yordam qilaman. Daromadimiz shunday yaxshi bo'lganligi uchun har yili ekamiz, xaridor ko'p bo'ladi. Daraxtlar bor, atrofiga daraxt ekilgan. Nok daraxti bor, olma daraxti bor, bodom daraxti bor, har xil daraxtlar bor. Ulardan ham bir ma'lum bir daromad qilamiz. Chorvada ham qiziqamiz. Har yili 40 ta 50 tagacha so'qimga qo'y boqamiz. Va ularni shu bittasini 8 million, 10 million so'mgacha sotamiz. Shunday darajaga yetishtirib 2-3 oy parvarish qilamiz. Shuni hisobidan oilamizning byudjeti oshib boryapti. Yomon emas. Sog'lom hayot insonning eng katta boyligi. Mahallaning yana bir ibratli insoni 70 yoshli Bekmurod Doniyorov. U hayoti davomida haydovchilik va qurilish sohasida samarali mehnat qildi. Umurtqa kasalligiga chalingandan keyin ham tushkunlikka tushmadi. Aksincha, u o'z xonadonida zamonaviy trenajyor xonasi tashkil qildi. Bugun bu yerda nafaqat uning o'zi, balki farzandlari, nabiralari va mahalla yoshlari ham muntazam sport bilan shug'ullanmoqda. Bu tashabbus mahallada sog'lom turmush tarzini keng targ'ib qilishga xizmat qilmoqda. Bekmurod akaning tomorqasida 100 tub tut daraxti, issiqxonasida esa limon va banan parvarishlanmoqda. Bu xonadon ham mehnat, tadbirkorlik va sog'lom hayot tarzi uyg'unlashgan namunaviy maskan hisoblanadi. Mahallamizda 3874 ta aholi mavjud bo'lib, bular ko'pincha dehqonchilik, chorvachilik bilan shug'ullanishadi. Xalqimiz juda inoq, ahil, mehnatsevar, doim hamjihatlikda jipslashib, barcha ishlarni amalga oshirishga harakat qilamiz. Prezident farmonlaridan, qarorlardan kuch olib, elimizni, xalqimizni obod qilish uchun, mahallamizni doimo yangicha tus olish uchun mehnat qilib, erta kech harakatda bo'lamiz. Bizga mahalliy tilga xalqimizni keksa otaxonlari, keksa onaxonlar, momalar kelib maslahat berishadi. O'sha maslahatlarga, o'gitlariga amal qilib, elimizni, xalqimizni farovonligi uchun, aholimizni tomorqasidan oladigan daromadlarni ko'paytirish uchun kecha kunduz mehnat qilamiz. Elimizni, xalqimizni turmush sharoitini yaxshilash uchun
aholidan olinadigan daromadlar kun sayin o'sib boryapti. Bir qancha xonadonlarga parniklarimiz bor. Limon yetishtirishadi, pomidor ko'chatlari, bodring yetishtirishadi. Hozirgi kunda Surxondaryodan Korolevskiy navlarini olib kelib, bananchilikni ham rivojlantirish uchun eksperiment usulida 4 ta 5 ta oilalarga bananchilikni ham yo'lga qo'yishni amalga oshiryapmiz. Shunday ekan, qishlog'imizning bir qancha xonadonlariga gulchilik mavjud bo'lib, ular gullar bilan shug'ullanishadi. Bog'bon oilalarimiz ko'p, dehqonchilik bilan shug'ullanadigan oilalarimiz ko'p, chorvadorlari ham ko'p. Kambag'alchilikni qisqartirish uchun harakat qilib, elimizni ruhlantirib, elimizga tushuncha berib, hozirgi chiqayotgan qarorlarni tushuntirib, barcha ishlarni amalga oshirib kelyapmiz. O'ylaymizki, doimo shu elimiz tinch bo'lsa, yurtimiz tinch bo'lsa, doim mahalla ham tinch, yurt tinch. Bu faxrli ishlarni hammasiga prezidentimiz bosh qosh bo'lib turibdilar. Biz xalqimiz bilan, elimiz bilan doimo prezidentimizni olib borayotgan islohotlardan mamnunmiz va faxrlanamiz. Obodlik bir kunlik emas, hayot tarzi. Bugun Kaspi tumanida amalga oshirilayotgan har bir xayrli ishning zamirida inson qadrini ulug'lash, aholi turmush farovonligini oshirish va mahallani yanada obod qilishlik ezgu maqsad mujassam. Mahalla fuqarolar yig'ini yettiligi, faol nuroniylar, yoshlar va barcha aholining birdamligi tufayli har bir ko'chada ozodalik, har bir xonadonda baraka, har bir tomorqada mehnat samarasi ko'zga tashlanmoqda. Bu yerda obodlik shior emas, amaliy harakat. Bu yerda har bir ekilgan ko'chat kelajakka bo'lgan ishonchni, har bir oqlangan devor poklikni, har bir gul mehrni, har bir hashar esa hamjihatlikni ifoda etadi desak, hech adashmaymiz.